Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilik mendan so'rashardi, mana shu elektromotorollerlarda qanday qilib uzoqroq yuradigan qilsak bo'ladi deyishardi. Mana va o'zini akkumulyatorlarida 70 kilometrgacha yuradi. Masalan, 100, 150, 200 kilometrga yuradigan qilish uchun mana elektrogeneratorlarimiz keldi. Mana shunday generatorlar bilan bir vaqt o'zida akkumulyatorga zaryad, ya'ni quvvat berishingiz mumkin. Yoki akkumulyatorda quvvati tugaganda shu generatorni qo'shib yurib ketaverishingiz mumkin. Bu generatorimiz ham bir vaqt o'zi zaryad beradi, ham motorga quvvat berib yo'lda davom etishingiz mumkin. Bu generatorimizni quvvati 5000 watt, 60 volt, ya'ni 72 voltga ham ishlaydi, 60 voltga ham ishlaydi bu generatorimiz. Hozir shu vaqtinchalik qilib yurgizib ko'rsatish uchun mana shunday qilib nastroyka qilingan. Hozir yurgizib qo'shib ko'rsataman, ovozlarini eshitasiz. Mana bunaqangi переключатель bor. Tepaga bossangiz avtomat tarzda 15% qolganda zaryad avtomat tarzda qo'shiladi. Pastga bossangiz ruchnoy tarzda qo'shib akkumulyatorni quvvatlashingiz mumkin. Hozir akkumulyatorga zaryad, ya'ni quvvat berishni boshladi. Mana eshitib turganlaringizda ovozi ham unchalik shovqinsiz emas. O'chirishda esa yana o'rtagi holatga bossak o'chadi. Shunday generatorlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat uchun telefonlarda, Telegramga o'tish kanallarida kommentariyada qoldirib o'tamiz.